Assalomu alaykum. Bugungi vlogimiz uydan boshlab zalga ketguncha video qilamiz. Bitta kadr, u yog'ini zaldagi trenirovkalarni kadrini qilamiz oz-ozdan. Iftorda qilgan joyimiz, tugatganmiz. Вот так. Qani ketdik. Keyin kreatin, тройка patichkani suv обязательно. Tapishga kompaniyadan chiqqanda remen hozir o'zini hisobiga proteinni ham sotib Triko, mayka, krossovka, maski, sizga kerak bo'lgan narsalar. Чтобы пенджайni hammasini to'g'ri video olib ko'ramiz. Chunki biz vlog olyapmiz. Vlogda video uzilmaydi. Вот так. Hop. Qaranglar. Men ichadigan protein. Buni ochganimda bitta esim tushib ketdi. Yaxshi. Ne olamiz? Enasini emsa buni qanday qilib После тренировки pump bo'lgan paytimizda sразу yengil narsalar to'ldiramiz. Eshikni shunday ochib chiqsam, tashqarida quyosh chiqayotgan lekin tashqarida sovuq. Shapka nima kiyib oldingiz desanglar, bizda kun sovuq. Qolib qolish kerak emas. Hozir rezultat kerak. Oy, shunaqa gaplar. Hammalar yaxshimisizlar? Добрый обед. Добрый вечер, даже уже saat 5'ten ötüp alıp yürüyüp trenirovkaga geç qolib boramiz. Uydan chiqsam mashinadan chiqib ketibdi, endi avtobusga ketamiz. Oy, уже kunni boshlanishi shunaqa bo'lsa tugash qana bo'ladi. Ketdik. Bizga ham nasib qilsin, mashalloh. Lekin mana uzilgan emas 570lardan. Deb ketib qolamiz endi sekin-sekin. Остановка chiqamiz. Остановка o'tiradi. Mashinamiz o'ziga boradi. Avtobus chiqdi. Bugun mana pardon kerak. 2 soatdan keyin. Zalga keldik. Endi hozir kiyim chiqamiz. Qolganini atlet bilan davom ettiramiz. 2 soatdan boshlaymiz. Qanot qo'ydik. 2 soatdan keyin. Bo'pti, esa. O'z og'izimiz. Почти inshaalloh 40 minut vaqtimiz qoldi. Keyin section bilan reyni boshlanadi.